Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Hamid Olimjon tavalludining 116 yilligi munosabati bilan siz aziz kitobxonlarga Hamid Olimjonning Janub kechasida, o'rik gullaganda O'zbekiston she'riy to'plamlari kitobini bibliografik sharhlab bermoqchiman. Hamid Olimjon. Matn. She'riy to'plam. Toshkent Ensiklopediya nashriyoti 2023-yil 80 betdan iborat. Iste'dodli shoir, dramaturg, olim va jamoat arbobi Hamid Olimjon 1909-yil 12 dekabrda Jizzax shahrida dunyoga keldi. Narimonov nomidagi boshlang'ich maktabni tugatgach, Samarqand pedagogika bilim yurtida pedakademiyada o'qidi. Hamid Olimjonning Ko'klam nomli ilk she'riy to'plami 1926-yilda bosilib chiqdi. Shundan so'ng Olov sochlar, O'lim yovga, Poyga kabi she'riy to'plamlari o'quvchilar qo'liga yetib bordi. Hamid Olimjon 1939-yildan to umrining oxirigacha Yozuvchilar uyushmasiga rahbarlik qildi. O'zbek she'riyati rivojiga salmoqli hissa qo'shgan shoirning mazkur kitobiga jamlangan turli yillarda yozilgan eng sara she'rlari kitobxonlarni befarq qoldirmasligi kerak. Ushbu kitobni Shayxontohur tuman axborot kutubxona markaziga kelib olib o'qishingiz mumkin.